Puli arzon, ixcham, kompakt uy so'raganmidingiz? Demak, ushbu video aynan siz uchun. Videoni o'tkazib yubormang. Sizlarga hozir bitta shokoladchani ko'rsataman. Juda ham kompakt uy. 55 kvadrat 2 xona. Bu uyimizning kirish eshigi yangi domlardan kadastr bor. Mebellarni ko'ryapsiz. To'liq ta'mirdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Radiatorlari bor. Duxovkani qaytib isitish mo'samasi. Mana shunday hol. Xonalar tushgan. Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan uyimizda sanuzilini ko'ramiz. Bir joyda bo'ladi. Suv, gaz, sveta, muammo yo'q. Sagdiana va Sankoch hududi bo'lyapti. Mo'ljal 4-rakon. Va uyimizda oshxonasiga o'tamiz. Menga oshxona juda ham yoqdi. Bu как zal sifatida ham foydalansa bo'ladi. Sal kattaroq stol qo'yib qo'ysangiz bilan ovqatlanish joyi. Va bu yerda esa uyimizda ovqat pishirish zonasi. Mebellar, texnikalar demak, vitishkasi bor, gaz plitasi va muzlatgich joylashgan. Televizor ham bor ekan bu yerda. Hamma xonada ko'ryapman, radiatorlari bor, eshiklar ham chiroyligisidan qo'yilgan. Endi uyimizda yotoqxonasiga o'tamiz. Marhamat. Mana bu spalniyasi bo'ladi. Bu yerda ham deraza bor do'stlar. Gulxo'y xona bo'lmayapti. Shkaflar yasatilgan, vobshe zo'r yasatilibdi. Devorni ichiga tiqib o'rgan shkafni. Молодцы, vobshe zo'r. Qo'ying. Oppoqqina chiroyli, qaysi xona qolyapti ko'rinmagan. Ham xona ko'rdik-a? 55 kvadratga do'stlar $47,000 so'ralyapti. Kadastri bor. Yomon narx emas. Shoshiling, ulgurib qoling. Bunaqa uylar hadeb ham chiqarmaydi. Hammaga rahmat. Layklarga arziydigan uylar. Bosant layk. Qanday do'stlar, ushbu uyimiz 6-qavatda joylashgan 8 qavatli yangi dom, lifti bo'ladi, kadastri ham bor, birdan nomimizga o'tadi. Narx pul so'ralyapti.